bir dona piyoz bilan haftasiga 5 kilogram ozish. Nemislarning amaliyotda qo'llanilgan juda ham zo'r bir usuli. Bor yo'g'i kerak bo'ladi. Bir dona piyozni olasiz, yaxshilab tozalaysiz. Keyin uni tozalab, turkidan chiqarib olasiz. Turkidan chiqarib olgan piyozni marladan o'tkazib olamiz. Siqib olgan suvimizni bir stakanga solamiz. Va bunga yarim choy qoshiq zarchava solamiz. Mana shu qorishmani haftasiga 3 marta ovqatdan keyin kechqurun ichilsa, juda ham zo'r natijalarga erishadi. Aytishadi-ku, bo'kib qolsang ham piyoz yegin deb. Tarkibidagi juda ham ko'p moddalar bo'lgani uchun ovqat hazm qilish yaxshilaydi, yog'larni eritadi eng kerakligi va sog'lom ozdiradi. Albatta yaqinlarga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Like bosib. Siz bilan Doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.